Üçüncü bab. Adet türmesinden kaçış. Aşkuşluq sözler. İlmi muhit, kimlik duygusu, medeniyet endikişi, bulğanğan kimlik, ziyali, İngiliz tilde eser yeziş, adet türmesi. Ademning qadri. Abduqadir Damolla safarga chiqinglar, rizqilik bo'lsizlar degan ekan. Amerikaga o'qishga minishdan burun bu qatimliq safarning ruhiy dunyorimga va bundan keyingi hayotimga nisbatan nimadan derak beradiganligini xira-shira faraz qilgan bo'lsam-mu, menga qanday rizqlarni ado qiladiganligini bilmaydim. To'g'rirog'i, bilishga qodir emas edim. Havay universitetiga kelib tunji haftasi yangi muhitga borgan chog'da tabiiy holda duch keladigan madaniyat andikisini boshdan kechirish, yetirqash ham ozroq dilg'uluq aralashgan qiziqish ichida o'tdi. Dastlabida odatlanib qolgan rohat izlash tuyg'usini yengolmay xil qiynaldim. Yangi muhit mendan o'zimni ritmi tez hayot shakliga moslashtirishni, yaramaz odatlarimdan uzil-kesil qutulishni talab qilyotdi. Sirishdim, ammo rohatlanish psixikasini yengmak xalal tas keldi. Fakultetda ishlarimni tugatib kirsam, burunqidek tomoq tayyor qilib turadigan odam yo'q. Uni qilib, buni qilib tomoq etishga qo'lim kelib qoldi. Ammo tomoqdan keyin qoch yuvish bak og'ir keladi. Oxiri jiq tirishchiliklar bilan yangi muhitga asta-asta moslashishni o'rgandim. Borgan siri menga yangicha o'y, xayol ato qiladigan ishlar ko'payib turdi. Odamga bo'lgan hurmat va fikrni hurmat qilish tunji hafta menga ta'sir qilgan muhim bir ish bo'ldi. Fakultetlarda MIP professorlarning bo'lganligini meni hayron qoldirdi. Har bir bino oldida chiqish-kirish eg'izlarida chaqiriq o'rindiqda o'tiradiganlar uchun maxsus yasatilgan yo'llar bor edi. Dastlabida jamiyatshunoslik fakultetida MIPlarning ijtimoiy masalasini tadqiq qiladigan bir professorning borligini o'qib, bu bir ayrim ahvol o'xshaydi deb o'ylabdiman. Ammo keyincha kutubxonalarda, boshqa fakultet binolarining oldida chaqiriq o'rindiqda o'tirib kirib chiqayotganlarni ko'p uchratdim. Jismoniy jihatda qanday bo'lishingizdan qat'iy nazar sizda bilim bo'lsa, boshqalar hurmat qiladi. Yo'lda ketayotgan chog'ingizda biror o'qituvchi yoki notanish biri bilan to'qnashib qolsangiz, sizga beshni lang'ishib o'tib ketadi yoki kulimsiraydi. Kelgan kunimning atisi yotoq binosidan xayol bilan kirib o'tib, ikiz bo'yliq bir amerikalik yigitga yenik so'qilib ketdim. U yigit mendan avval apol so'rab edi, lampoyliqimdan xijil bo'lib turganda kechiring deyishni unutibdiman. Bu ish menga bir qatimliq amaliy dars bo'ldi. Oshxonada, kutubxonada, yo'llarda, kitobxonlarda illiq muomalaga uchraganda asta-asta inkas qaytarishni o'rgandim. Avtobuslar bekatga kirganda, avtobusga chiqmoqchi bo'lganlarning orasida yashanganlar bo'lsa, avtobus palampiyi avtomatik tuvallaydi. Navada chaqliq o'rindiqda o'tiradigan miyiblar bo'lsa, boshqalar chiqib tushishiga yordamlashatdi. Bir qatim kutubxonadan kitob oriyat oldim. Mulozimat pokilik ayol olmoqchi bo'lgan kitoblarimga qaytiradigan chisla tamoqsini urib etib, xalta qashlab berdi va kitoblarimizni ishlatganingiz uchun ko'p rahmat dedi. Asli men unga rahmat aytishim kerak edi. Men Amerikaliklarni Yevropaliklarga qaraganda qizg'in, uchuq yuruq deb anglagan edim. Bu nuqtani endi o'z turmushimdan ko'ryotdim. Havay shtatining nufusi ko'p xil irq, ko'p xil millatdan tarkib topgan edi. İctimai sorularda, kundalik aloqa davomida oshkor kamsitish kayfiyatini ko'ngil bo'lmaydi. Illiq muomalaga erishganda odam o'z haqida tabiiy holda o'ylanishga majbur bo'lib, boshqalarga qizg'in, adabli bo'lishni o'rganadi. Mana bu tarbiyaning kuchi edi. Orliqda bir kitob bilan bir batareyani setib olib bo'lib, xato olib qolganimni bayqadim. Batareyaning qapini cho'shga ulgurgan edim. Bireylandan olgan narsalarni 7 kun ichida qaytarishga bo'lganligini anglab, sinab beqish o'yda batareya bilan kitobni olib, talla bozorga qaytarib olib bordim. Mulozimat pokidagilar pulini to'liq qaytarib berdi. Qapi cho'g'ilib ketgan batareyani mal sotquchiga tanglab etib, xeyli xijil bo'ldim. Ammo mal sotquchi pulimni qaytarib bergach, talla bozorga kirganligim uchun rahmat etdi. Buningdan ko'nglim obdalla ko'tarilib qoldi. Kundadagidek qalbni illatib turadigan qizg'in muomalalar, mulozimat kayfiyatiga aylangan yoqimli kulimsirashlar kishini odam bo'lganligi, bu tuproqda yashaganligi uchun mamnunlik tuyg'usiga ega qiladi. Qadrlanish hissiyoti ato qiladigan bundoq ijtimoiy havoda kishi tabiiy holda aloqada sipoya, muomalada samimiy bo'lishga odatlanadi. Honolulu shahrining bir chetida Jungo bozori bor edi. Bu yerda jungoluq, yaponiyalik
Vyetnamlik savdogarlar, tijoratchilar ko'p edi. Säy-köktat, meva-cheva va boshqa kundalik buyumlar nisbatan arzon edi. Har haftadagidek bu bozorga nasaqil kelatdim. Bir dushanba kuni atigan darsim yo'q vaqtidan foydalanib, bizdan 1 yil burun kelgan bir jungolik o'quvchi bilan jungo bozoriga narsa kerak setib olib keldim. Bir do'kon oldida 40-50 ga yaqin odamning uzun sap bo'lib o'rchirati turganligini ko'rdim. Bular nimishqa bundaq o'chirati turdi? So'radim men yanimdagi jungolik o'quvchidan. Har dushanba, seshanba kuni tushgacha bu yerda haqsiz tomoq berildi. Makansızlar, ish topolmaganlar, egi chaqsizlar, yetim misirlar bu yerga kelib haqsiz tomoq yeydi. Buni ishtatli hukumat o'rlashtirgan, dedi u. Undaqda yegidek narsa turib haqsiz tomoq yegil qildigan ushuq mehmonlarmi yo'q emas-ku? Balkim, dedi u. Keyin anglasam, Amerika dunyodagi boy kambag'allik farqi eng cho'ng davlat ekan. Bu davlatdagi nomrodlarning soni dunyo bo'yicha xeli zo'r nisbatni egallaydi ekan. Ammo hukumatning o'z shtatining ahvoliga yarasha nomrodlar uchun chiqargan siyosatlari bo'ladi ekan. Havay yil bo'yi qish bo'lmaydigan, temperatura eng tuvan bo'lganda bundan yuqori 15 gradus bo'ladigan go'zal bir shtat. Shunga Amerika hukumati bir qism uy makansizlarni qishda so'g'aqda to'nglab qolmaslik uchun Havayga o'rlashtiribdi. Tinch okean bo'yig'i go'zal Oahu, Waipahu orollariga borganimda bu nuqtani ro'shan his qildim. Tinch okean sohilining bo'yig'i kaplarni tikishib, ozg'ina ro'zg'ori bilan tirikchilik qilayotganlarni uchratqil bo'ladi. Itlarni yeniga o'ltirg'izib, poyansiz okeanga qaragancha xiyolga ketgan bovoylar kishiga Ernest Hemingwayning Bovoy va dengiz nomli asridagi qaysar kishini eslatadi. Turmush qandaq ritmli o'tishidan qat'iy nazar, bu yerda odamlar bilan tabiat o'rtasidagi garmoniyat munosabat uzilib qolmaydigandek qiladi. Havay 1959-yili Amerikaning shtati bo'lgan. Bu yerda ko'p qism yerliklar til jihatda assimilyatsiya bo'lib ketgan bo'lsa-mu, o'ziga xos chiroy, an'ana va urf-odatlarni saqlab qolishga edi. Hukumatmu nupusi oz sondagi yerliklarning madaniyati, urf-odatini saqlab qolish, tadqiq qilishga kuchaygan. Kunlik turmushda ingliz tili ishlatilgan bilan bekat yo'l nomlarini ko'pinchisi yerlik Havay tilida. Biz turayotgan 13 qavatlik yotoq binosiga yerlik Havay tilida Xali Mano deb yozilgan bo'lib, Hasan Husan degan ma'noni bildiradi. Bu yerda odamlarga qilinadigan sipoy muomalalar qatorida yerlik havayliqlarning urf-odati, tiliga bo'lgan hurmat odamning diqqatini tortadi. Ammo bu amerikaliklarning odamni qadrlash ingida ziddiyatlik nuqta borda his qildim. Yo'llarda ketayotganimda mashinada e'tiborli hayvonlarni yeniga o'ltirg'izib ketayotgan kishilarni uchratdim. Ba'zida qiziljiroq yong'anda mashina egasi e'tiborli itlarning, mushuklarning og'zi burniga shapash deb suyib ketadi. Men ichimda bular it-mushuk shuncha pul sarf qilguncha okean sohil bo'yidagi yetim misrlarga ko'proq ko'ngil bo'lsa bo'lmamdi. Odam degan bir hayvondan ustun turadi deb o'yladim. Balkim bu ko'taklashib qilingan savol bo'lishi. Bu yerda insonlar shaharlashish, ritmi tez hayot elib kelgan yolg'izlik, yetim sirash tuyg'usini yengish uchun e'tiborli hayvonlar bilan malika bo'layotgan bo'lishi mumkin. Balkim mening ularning it-mushuklarni e'tiborlab ketishlarini tushunmaslikim, ularning biz Uyg'urlarning kaptarni bo'g'izlab yeyishimizni tushunmagandek bir ishdir. Ishqilib, insonda ortib berayotgan g'ariblik tuyg'usi taraqqiyot bilan turayotgan barliq shaharlarga yepishgan bir dunyoviy masala edi. Ilmiy muhit. Havay universitetiga kelgandan keyingi 2-haftada men Ford o'qish mukofotiga mas'ul xodimning tanishtirishi bilan ijtimoiy fanlar institutining jamiyatshunoslik fakultetida yetakchi professorim bilan ko'rishdim. Professorim Amerika Stanford universitetida jamiyatshunoslik kasbi bo'yicha doktorlik unvoni olgan 45 yosh chamasidagi kishi edi. U meni ishxonasida qizg'in kutib oldi. Men sizning materiallaringizni ko'rgan, dedi u tipik Amerika talaffuzda tez-tezga qilib. Bakalavrilik unvonini jamiyatshunoslikda olmabdi ekansiz. Aspirantlikda o'qish iltimosingizga bir qancha nuqta meni qiziqtirdi. Siz nima uchun jamiyatshunoslik kasbida o'qimoqchi bo'lib qoldingiz? Jamiyatshunoslik biz uchun bir yangi fan.
Cəmiyyətşünaslıq metodi və nəzəriyyəsi bo'yicha tədqiq qiladigan, cavab izlaydigan temalar bizning cəmiyyətimizdə xili bor. İctimai temalar haqida publistik maqolalar xili jiq yozildi. Ammo ijtimoiy masalalarni kasbiy nuqtai nazar bilan kuzatadigan ilmiy tadqiqot texi rasmiy boshlangan yo'q, dedim men. Maqsadingizni tushundim, dedi professor beshini yeniklashtirib. Cəmiyyətşünaslıqның maqsadi kishilarning o'z yashayotgan realligining ichki mohiyatini va jamiyat bilan bo'lgan munosabatini tushunishga yordam berish. Shunga tasavvurga tayanib yozilgan yesti maqolalar bilan cho'nqur yiltiz tortib ketgan ijtimoiy masalalarni tegi-taktidan tushuntirib bo'lmaydi. Cəmiyyətşünaslıqda lazım bo'ldig'ini ilmiy metod, jamiyat nazariyasi va ijtimoiy o'zgarishlarga munosabatlik statistika bu xil ilmiy metodning jini. Professor gapining oxirida qo'shib qo'ydi. Siz asosliqi qaysi nuqtani tutqi qilmoqchi? Bu savolning tunji ko'rishda so'rildiganligini xayolim keltirmagachga dastlabda xili jiddiylasib qoldim-yu, o'zimni tezla o'ngishib javob berdim. Uyg'urlar shaharlash davomida nurg'un yangi masalalarga duch keldi. Men asosliqi shaharlashish va Uyg'urlar degan tema bilan Uyg'urlarning madaniyat temasini cho'rdab turib tadqiqot ilib boraymikin deyman. Masalan, konkret qanday mazmunlarni tadqiq qilmoqchisiz? So'radi professor taxminchilab. Men Uyg'ur shahar jamiyatida avj olayotgan axloqiy gumonliq, ro'y tushkunlik, ranglik o'tirish, so'rlardagi seriq yumor hodisasi, internet to'rining Uyg'ur jamiyatiga ko'rsatgan ta'siri qatorliqlarni markaz qilgan holda o'zim qiziqadigan nuqtalarni bayon qildim va bu nuqtalarga izohat berdim. Ranglik o'tirish haqidagi tushuntirishim professorga sal qiziq tuyuldi. Cəmiyyətşünaslık bir xil keng doiralik ilm. Jamiyatga munosabatlik har qanday bir nuqtani nazardan soqit qilmaydi. Qiziqadiganingiz cəmiyyətşünaslıqning jins cəmiyyətşünasligi, madaniyat cəmiyyətşünasligi va shahar cəmiyyətşünasligi qatorliq turlariga chetildigan. Cəmiyyətşünas bo'lgan odam jiq material ko'rmas bo'lmaydi. Yaxshisi magistrlikda o'qish davomida konkret bir turni tutib ishkillab kiring. Biz shu taraqqida yarim soatga yaqin paranglashdik. Bu qatimliq paranning menga bergan ilhomi cho'nqur, uchuri ko'p bo'ldi. Professorning qanday materiallarni ko'rish, nimalarni qilishim kerakligi haqidagi topshiriqlarni anglagandan keyin uning ishxonasidan qaytib chiqdim. Amerika universitetlarida professorlar aldirash bo'lgani bilan o'z yetaklayotgan o'quvchilarga mutlaq mas'ul bo'ladi. O'quvchilarning izdishiga, taklif fikr elishiga qulay bo'lsin uchun professorlar har haftada ishxonasida muqim o'tiradigan vaqtini fakultetning to'r betida eskartib qo'ydi. O'quvchilarni shaxsiy ishga soladigan, darsni qo'lning uchida o'tib qo'yadigan, o'quvchining savolidan o'zini olib qochadigan mas'uliyatsizlik qilmishi Amerika professorlarining tabiatiga yotdi. Amerikaning ma'rifga, jumladan o'qituvchilarning ta'minotiga va o'quvchilar foydalanadigan aslihalarga ajratadigan xarajati Angliya va boshqa ko'p qism Yevropa davlatlaridan ko'p. O'qituvchilarning iqtisodiy ta'minotining yaxshi bo'lishi balkim Amerikaning Yevropadagi da'nglik universitetlarning munavvar professorlarini yo'tkab olib keta olishidagi bir sabab bo'lsa kerak. Havay universitetining ilmiy muhitida menga bakrak yoqqan yana bir taraf, bu yerda ilmiy muhokama yig'inlari, seminariyalar uzildirmay bo'lib turadi ekan. Grup muzokarasi va munozara shaklidagi ma'rif andisasi odamning zehnini yechib, tanqidiy o'ylanish iqtidorini kuchaytirib, kishiga jiq, uchur va yangi ideya ato qildi ekan. Havay universitetida seminariyalarga va darslarga qatnashish davomida men bu nuqtani cho'nqur his qildim. Amerika parlamenti mablag' ajratib, Havay universitetiga ta'sis qilgan Sharq-G'arb tadqiqot markazi bizga mas'ul bo'ladigan Havay universitetidagi yana bir o'rin. Sharq-G'arb tadqiqot markazidan ilhot sandiqimga har xil mazmundagi seminariyalarga munosabatli uchurlar kelib turadi. Men Havayga kelib ishkapcha vaqt o'tganda bir yaponiyalik professorning Sharq-G'arb tadqiqot markazida ingliz tilining dunyoviy tillik o'rni va til zo'ravonligi degan temada ilmiy doklad berdiganligidan xabar topdim. Bu dal men qiziqadigan tema edi. Ilmiy doklad berguvchi Yaponiya Osaka universitetining professori bo'lib, til zo'ravonligi haqida uzun muddat tadqiqot olib borgan va xalqaro universitetlarda ko'p qatim leksiya so'zlagan ekan. Professorning ingliz ifodalashtlari ancha yaxshi emas. Talaffuzda yaponcha puroq kuchli edi. Ba'zi jumlalarning bosh oxiri ancha moslashmaydi. Ammo so'zlayotgan temasi haqidagi ko'z qarashlari odamni o'yga soladi.
Ana tili ingliz tili bo'lgan neyni sürlük professorlar uning og'ziga qarab xotira qoldirib o'tiradi. O'ltirganlari uning inglizchasiga emas, nim deyotganligiga bakrak diqqat qilyotadi. Men bu yaponiyalik professorning nuqtasida turib o'ylandim. Ikkinchi bir tilda murakkab o'y-fikr ifodalangan nutqni so'zlashning odamga qanchalik ro'y besim olib kelganligini tushundim. Ravon eg'iz tili iqtidori shu odamning kallasida yangi ideya borligidan yoki bilimli ekanligidan derak bermaydi. Ishki nuqta taraqqiy qilgan odam masalalar haqida cho'nqur o'ylanish, analiz qilish bilan bo'lib ketib, tashqi nuqtani yaxshilashga kuchi yetmagan bo'lishi mumkin deganlarni xayolimda o'tkazdim. Yaponiyalik professorning chiqish nuqtasi ingliz tilining dunyoviy tillik o'rniga chiqishi bilan boshqa tillarning o'zini ifodalash va o'xshamagan madaniyatlarni tunishtirish fursatidan mahrum bo'layotganligi. Buning insonlarning madaniyat taraqqiyotiga foydasiz ekanligini bildirish edi. Tegi taqdirni aytganda, bu ona tili ingliz tili bo'lganlarga ancha xush yoqib ketmaydigan tema edi. Lekin doklad yig'indagi professorlar yaponiyalik professorning nutqini astoydil angladi. Nutq tugagandan keyin professor savolga ko'milib ketdi. Ingliz tili o'zini dunyoga taqmidi, balki dunyo ingliz tilini tanladi. Undaq bo'lsa, ingliz tilining zo'ravonligiga qarshi tursak, dunyoviy aloqada qaysi til yetakchi o'rinda turishi kerak? deb so'radi bir professor. Esperanto o'lgan sun'iy til. Undaqda sizningcha bo'lganda sun'iy tildan yana birini yasab chiqib dunyo tili qilish kerakmi? deb so'radi biraylar. Muhokama nihoyat qizg'in bo'ldi. Yaponiyalik professor har qancha qiyin savolga duch kelgandimi, o'zini tamkin tutadi, petini buzmaydi. Kulimsirab turib javob beradi. Professorlar o'rtasidagi bahs munozara ilmiy kayfiyat ichida davom qiladi. Bundaq kayfiyatchilik qilingan munozara odamni yangi uchurga, o'zgacha ideyaga ega qilib, bir taraflama xulosa chiqarishdan saqlaydi. Angliyalik mashhur jamiyatshunos Zygmunt Bauman bir maqolasida "Mening yangi kitobdan birini nashrdan chiqarganim kasbdoshlarga talash tortishmoqqa avatginim" deb yozadi. Madaniyat kimligi haqidagi nutqim. Kimlik masalasi falsafiy masala emas, balki mavjudlik masalasi. Odamning kimlik tuyg'usi o'z yashayotgan to'pdan ayrilgandan keyin texmi kuchaydi. Men bu nuqtani chet elga chiqib o'z amaliyatimdan his qildim. Kishilar Jungoning naridan deb so'raydi. Xinjiangdan deb javob bersam anqiramaydi. Ba'zilar Jungolik bo'lganing bilan Hanzuga o'xshamaydi ekansan deb chaqchaq qilishadi. Men o'zimning Uyg'ur ekanligimni aytib, millatimiz, madaniyatimiz haqida bir muncha izohatlarni berdim. O'zimning kimligini har qatim notanishlarga yangidan tushuntirganimda madaniyat kimligimiz haqida bir qatim o'ylandim. Maktab o'rlashtirgan ziyofatlarga, lager faoliyatlarga boratdim. Ammo bergan taomlarni yeyolmaydim. New York Ford o'qish mukofot ishxonasi kartamga har oyda turmush bo'lish uchun $1100 pul mangdiradi. Ammo yanchiqimda pul turib, qursoq ochganda ko'chadagi oshxonalardan tamoq yeyolmaydim. Talla bozorlarda chiroyli o'ralgan kala go'shti, to'qi go'shtlarini ko'rib og'im keladi-yu, qanday usulda bo'g'izlanganligidan shubhlanib setib olmaydim. Italiyaning pizza qatlamlari uchrab qoladi. Ammo dargumon bo'lib yeyishga jur'at qilolmaydim. Mundaq qilib aytganda, yangi muhitga kelganimdan keyin kimlik ehtiyojim eshib beryotdi. Urumchidagi vaqtimda xiyolimga kelmagan madaniyat kimlik masalasi o'zini ko'rsatyotdi. Vatanda Uyg'ur tilida fikr qilib, Uyg'ur ijtimoiy to'p ichida yashab, rohatlanish bilan bo'lib, madaniyat kimligimiz haqida o'ylanmoqdaman. Amaliyotda madaniyat kimligi odamning xiyoli, ideyasi, sezgisi, hatto nafsi bilan yo'g'rilib ketgan bir xil o'qim ekan. Insonning madaniyat kimligi go'yo bir vahimaga o'xshash yot muhitdan turgan odamni o'z tuprog'iga, o'z to'piga chaqiradi ekan, talpindiradi ekan. Odam yot kishilar bilan o'zini selishtirganda madaniyat kimligi ehtiyoji texim ro'shanlashir ekan. Madaniyat kimligi vatan va o'zlik bilan chambarchas bog'lanib ketar ekan. Madaniyat kimligi haqida o'ylanib yurgan kunlarimda Havay universitetida kasbiy darslar boshlanishdan burun ochiladigan ilmiy tadqiqot tayyorlik sinfida qatnashdim. Mening tanlaгаnim selishtirim madaniyatshunoslik darsi edi. Dars 25 kun davomlashdi. O'qituvchimiz Anni yengil to'y qilgan Chikagolik qiz bo'lib, Amerika Arizona universitetida o'qigan ekan.
Sınıfımızda Yaponiya, Fransiya, Tanzaniya və Cungodan bulub 15 o'quvchi bor edi. Dərsning başlanışida guruh müzakirəsi, munozara şəklidəki o'qitish əndisi meni cəlb qılıb aldı. Mən universitetdə oxuyotqan çağımda munozaraga amroq edim. Nutq qiziqatdim. Shundaq bo'lg'achqimikin bu darsda menda bir xil afzallik tuyg'usi paydo bo'ldi. Bir necha qatim ikki guruhga bo'linib, madaniyat to'g'risida har xil temalarda munozaraga tushdik. Men ko'pincha hollarda Yaponiyadan kelgan Kaori, Aya qatorli qizlar bilan bir guruhga tanlanib qolatdim. Ular tabiiy holda bosh munozarachilikka meni ko'rsatib qo'yatdi. Qarshi tarafning bosh munozarachisi Tanzaniyalik qora tanlik yigit Ponsiano bo'ladi. O'xshamagan temalar haqida jiqtir kishatdik. Ponsiano kallasi uchuq, fikri o'tkir yigit edi. Qachonla qarshi kulimsirab turardi. Ammo bir kishi o'rinliq fikrni o'tirib qo'ysimi, qasdan ivan tep turgan edi. Bir kuni o'qituvchimiz darsda madaniyat andikishisi degan bobni so'zlaganda, bizning havoga kelib qandoq madaniyat hodisasidan hayron qolganligimizni misol bilan deb berishimizni talab qildi. Men madaniyat andikishini xali ro'shan his qilganligim uchun o'z amaliyatimdan chiqish qilib, xali jiq misollarni ko'rsatdim. Orada degan 2-3 eg'iz gapim boshlarni kuldiribdi. Balkim ular men his qilgan narsadan hayron qolmagan bo'lishi mumkin edi. Bu yerda odamlar nemishqa itmushuklarni odamlardan o'ta qadrlaydi. Mashinalarga chiqarib olib shapildatib suyib ketadi ekan, dedim men. O'ltirganlar kulishib ketishdi. O'qituvchimiz anne kulgisidan o'zini to'xtatib olib so'radi. Yana-chi, yana qanday yaqinlik his qildingiz? Voy kekiga bordim. Qizlar dengiz soyiliga bormay turiblar ko'chalarda lipdek ko'sar bilan yalang'ochmoqdi ekan. Men buni qabul qila olmadim. Yaponiyalik qizlar bakrak kuldi. Nima ish qabul qilmaysiz? Dedi muallim gap ko'chilab. Uyushtirilgan go'zallik texim jalbkor bo'ldi, dedim men. Qarang'uda sirtda turib chiroq yuritib turgan daraxt tagchisidagi bir lo'nqa gulga qarsak, bu gul ko'zimizga uncha go'zal ko'rinmasligi mumkin. Ammo biz o gulni shoyi pardaning ichida ko'rsak, go'zallikni bakrak his qilamiz. Pinhondagi go'zallik texmi yaxshi emasmi? Muallim gapimni o'ylashayotgandek beshini yenlik langishtirib turib so'radi. Oldin qatim siz yurtingiz Shinjongga keladigan chet elliklar sonini borgansiri ovutganligini aytgan edingiz. Biror chet ellik sizga sizlarning madaniyatinglardan andikish his qilgan taraflarni deb baqdimi? Dedi. Javob berdim men o'z amaliyatimdan misol olib. 2 yil burun men Shinjong universitetida Uyg'ur tili o'rganayotgan bir amerikalik bilan paranglashgan. Umu Uyg'ur jamiyatidagi kaptar go'sht sotadigan oshxonalardan hayron qopdi. Chunki u kaptar tinchlikning belgisi deb bilgachga kaptarni bo'g'izlashni, yeyishni qabul qilmaydi ekan. Bir qism Uyg'ur yoshlarining o'zini musulmon deb turib aroq ichishini, mehmonlar 7da keladigan to'yga 4da deb bag'a yozdiganligini tushunmaydi ekan. Men gapimni deb bo'lib, deganlarimning qisman hodisa ekanligini, hamma Uyg'urlarga o'rtaq emasligini tushuntirib o'tdim. Dars oxirlashishga 2 hafta qolganda o'qituvchimiz dars oxirida har birimizning madaniyatga munosabatli xohlagan temada yarim soatdan nutq so'zlaydiganligimizni, buni oxirgi natija baholashning yarim o'lchami qildiganligini uqtirdi. Ham so'zlamoqchi bo'lgan nutqimizning asos mazmuni va temasini atidan qoldirmay topshirishimizni aytdi. Men ishkilanmaylam shahar Uyg'urlarining madaniyat kimligi degan temani tanladim. Nutq so'zlaydigan kun yetib kelgacha men kimlik, madaniyat tuqumlari bo'yicha ingliz tilida xil-jiq kitoblarni ko'rdim. Ammo nazariya jihatdan jiq tushuntirsam, kimlik ehtiyojini ancha ro'shan his qilolmaydigan bu chet elliklarning zerikib qolganligi tabiiy. Shunga men bu temani Uyg'ur jamiyatidan madaniyat kimligiga munosabatli misollarni ilib yuritib berishni, abstrakt gaplarni ozroq qilishni qaror qildim. Nutq so'zlaydigan kun yetib keldi. Sinfga kirsam o'qituvchimiz bugun so'zlamoqchi bo'lgan 3 aylarning nutqini bosh sinf o'quvchilari va bir qancha muallimning anglaydiganligini aytdi. Vatanda ommaviy so'rovlarda xilijiq so'zlab ko'ngan bo'lg'achqa o'diqib ketmadim. 3 aylarni chekda atdiq. Menga tunji bo'lib so'zlash navbat chiqibdi. Dars rasmiy boshlanguncha men Urumchilik chig'imda professor Asad Sulaymon akadan yo'lga chiqishdan ilgari ko'chirib olgan Uyg'ur madaniyati degan diskni kompyuterga soldim. Başqalar yordamlashib proyektorni chetishib berdi. Beshimda badam do'ppam bor edi.
Үрімжіде xalqaro cho'ng bozordan olgan 2 parcha atlas yog'liq bilan Taklimakanning simvoli bo'lgan tugінің modelini doskaning ikki tarafiga astım. Şinjan xaritasini tamga chopildim. Yaponiyalik qizlar atlasni nima degan chiroyli deb silishib, umoq tugінің modelini rasmga tortib ketishdi. Vaqtim to'shdi. Muallim nutqni boshlashimni aytdi. Men o'tirg'a chiqib, temamning orqa ko'rinishini qisqa tunishtirgandan keyin plastinkani qo'ydim. Ekranda ajam muzikasi kirishtirilgan Uyg'ur hayotiga munosabatli ko'rinishlar chiqishga boshladi. O'ltirganlar muzikaning sehriy kuchidimi yoki ekrandagi ko'rinishlari maylini tatdimi nihoyatda jimmida o'tirishdi. Orqadan ko'rinish almashib, dilkuyi muzikasining muңliq sadosi yangrashga boshladi. O'ltirganlarning ko'rinishlarni havas bilan ko'rayotganligi chiroydan ma'lum edi. Men taxminan 10 minutlar o'tganda vaqt cheklamasi tufayli plastinkani to'xtatib so'zimni boshladim. Amerika nurg'un odam o'zi xalab aslimasiya bo'lish badliga yerliklashadigan davlat. Shunga yangi muhitga oson kundigan odamlar madaniyat kimligi masalasini ro'shan his qilmasligi mumkin. Ammo men o'zgacha madaniyatga ega Uyg'ur millatining a'zosi bo'lish sifatim bilan madaniyat kimligi ehtiyojini ro'shan his qila olmayman. Oddiy til bilan aytganda, madaniyat kimligi masalasi xos madaniyat belgisi hisoblanadi. Bu tökü bilan atlas shundaqla bashimdagi bu do'ppa Uyg'ur madaniyatining ko'z bilan ko'gil bo'ladigan shakl jihatdagi belgisidir. Men do'ppa, atlas, tökü qatorliqlarni bir qo'ri tushuntirgandan keyin Şinjan xaritasidan Taklimakan cho'lligining o'rnini, Şinjan Uyg'ur avtonom rayonining markazi bo'lgan Urumchi shahrini chinab ko'rsatdim. Ve yer şarlashish, shaharlashishning madaniyatimizga nurg'un ijobiy va salbiy taraflarini akilish bilan bir vaqtda ba'zi yangi savollarni tashlayotganligini tushuntirdim. Bizning boshqalar haqidagi hukmimiz yuzaki kuzatish, vaqtliq ta'sirot asosida borliq keldi. Dastlabda erishgan xato tushuncha boshqalarga baho berishning dasturi bo'lib qolishi mumkin. Buni jamiyatshunoslar qalpoq nazariyasi bilan tushuntirdi. Yani asonliqlarning kimligini qurbon qilishi boshqalarning bir millatning obrazi haqidagi xato tushunchasiga dastak bo'lib qoladi. Kimlik nuqtasidan qaraganda bir odam bir millat demakdir. Qalpoq kiyish bir millatning o'zligiga ta'sir ko'rsatadi. Bir qatimliq qalpoq kiyish texnik binormalliklarni keltirib chiqarish mumkin. Yana bir ishki savolga javob bergandan keyin nutq oxirlashdi. O'qituvchim, savodoshlarim, so'zlaganlarimga nihoyat yaxshi baho berdi. Mening nutq so'zlashdagi maqsadim maqtashga erishish emas, balki meni uzundan beri o'ylantirib kelayotgan kimlik haqidagi o'ylarimni ko'pchilikning munozarasiga sunish edi. Darslar taltuksi oxirlashadigan chog'da o'qituvchimiz hammamizga natija ko'rsatkichimizni berdi. Mening natijam va nutqim o'xshashla A bo'lib baholandi.